Rasululloh bitta Oysha onamizga qiz bola uylangan. Qolgan hamma ayollari tul beva ayollar bo'lgan. Va har bittasining orqasida katta hikmat bor. Rasulullohning xotini ko'p bo'lgan, xotinvoz bo'lgan deb turib, payg'ambarimizga tuhmat ta'na toshini otayotganlar, agar Rasulullohning hayotini yaxshi o'rganib chiqsa, bu gapni gapirgani tillarini tiyishgan bo'ladi. 4 ta bolasi bor, yoshi bir joyga borib qo'ygan ayolga uylanyapti. Kim? Rasulullohni kuyov qilishlik uchun har bitta sahoba qizini berishga rozi bo'lmasmidi? Abu Salama vafot etdi. Ummu Salama onamiz iddasini oxiriga yetkazdi. 4 ta bola bilan qolgan edi. Abu Salamadan. Ummu Salama endi kim erimdan yaxshiroq? Erga tegdi, erni aytganini qilishligi kerak. Iddasi tugadi. Umar ibn Xattob sovchi qo'ydi Ummu Salama onamizga. Rozi bo'lmadi. Umardan kim yaxshi? Abu Bakr Siddiq sovchi qo'ydi. Unga ham ko'nmadi. Endi Abu Bakrdan kim yaxshi? Qaranglar-da, ikkinchi xotinga sunnatda uylanayotgan akalar. 4 ta bolasi bor, yoshi anchaga borib qolgan ayolga sovchi bo'lishyapti. Bizi davrga kelib, agar avval sunnat bo'lsa, 2 ta xotinga uylanishlik. Hozir undan sal balandroq darajaga yetib qoldimi deyman-da. Ayollarda soni ko'pligidan birinchidan, ajrashganlarda soni ko'pligidan ikkinchidan va boshqa sabablarga ko'ra xotinni 2 ta 3 ta qilishlik hozir zarur bo'lib qoldi. Sunnat deb turib shu ishga qo'l urayotgan ukalar, belda mahkam chigiylar. Bolasini olib qolsa uylanaman. Bolasi yo'g'ilga uylanaman. O 2 ta bolasi bilan qolganga kim uylanadi? Haqiqiy sunnatni tiriltirmoqchi bo'lsangiz, 2 ta 3 ta bolasi bilan bo'lgan, mayli yoshi kattaroq bo'lsa ham oling o'g'il bola. Ha, bu siz ixtiyoringiz. Qiz bolaga uylansin ikkinchi yoki bolasi siz, lekin qaranglar-da, sahobalar kimga xardor bo'lyapti? 4 ta bolasi bilan yoshi 1 ga yetib qolgan ayolga. Sunnat uchun uylanib qo'yapsizlar. Jo'raladi ishda bir qizib ketgan paytida kayfiyatinglar. Albatta mashaqqat bo'ladi. Keyin ya bo'lmadi deb turib nima qilasizlar? Uch qashib turib irg'ib yuryapsizlar. O'shuning uchun 7 o'lchab emas, 8 o'lchab kesinglar. Ikkinchisiga sunnatda uylanayotganlar. Chunki siz sunnatda uylanganingizda ana musulmonlar uylandi deydi-da, haydab yuborsa ana musulmonlar deb. Sizni o'zingizni shaxsiy aybingizni bilmayapti buni. Shuning uchun o'ylab ish qilaylik. Qabul qilgandan keyin oxirigacha yetkazaylik. Ummu Salama onamizga mana shu 2 ta ulug' sahoba xaridor bo'lganida ularning ikkalasiga ham rozi bo'lmadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi xaridor bo'lib keldi. Chunki eri duo qilganda birodarlar, Umar ibn Xattobga yo'q dedi. Abu Bakr yaxshi Umar ibn Xattobdan. Abu Bakrga yo'q dedi. Kim qoldi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun men o'lib ketganimdan keyin bola chaqam qanaqa kun ko'rarkin degan g'amni qilgan odam, erkak ko'proq pul orttirib qo'ysin demagan payg'ambarimiz. Hamma bolalarga bittadan chek qilib bersin demagan payg'ambarimiz. Chunki bu narsaga hammaning imkoniyati yo'q-da. Taqvo qilib yashasin, shuni o'zi kifoya qiladi degan edi. Abu Salama taqvodor edi, Allohning haqiqiy bandasi edi. Kimga qolyapti bolalari? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir oyinimiz aytib bergan edi. Yuragi kasal do'stini больницаga ko'rgani borsa, endi haligi yuragi kasal odam shu ketar soati yaqin bo'lib qolganini sezib alam qilarmish. Oshnasiga aytayapti. Katta uyda olgan, katta pulni sarflagan, endi hashamatdor dang'illamay ishi bo'lgan, endi ketib qolyapti-da. Aytayaptiki, qurib ketgan onavi deyapti. Xotini. Men o'lganimdan keyin birortasiga tegsa, men solib qo'ygan uyni, men qilgan mehnat huzurini boshqa erkak kishi ko'radimi?